Montenegro, Chernogora, Montenegro. Bir aylanib keluvdik biz. Mana tog'lar, dengiz. Manzara, ob-havo shikalat ekan. Oziq-ovqat narxi jabbaland ekan. Go'sht mahsulotlari qimmat turar ekan. 10-15 ta qazi olsam bo'lar ekan. Bir pachka sigaret 5 euro axir. Xuddi shuncha 1 kilo shaftolining ham narxi. Ko'z oldimdan o'tdi, o'zimni arzonkalarim. Ona yurtim bozorlari, havas makro korzinkalarim. 5 qadam joyga deb taksiga chiqdim. 20 evroni boshiga yetdim. Chet elda taksi qimmat, cho'ntagini chaqyapti. O'zimizni Damaschi, Yandekschi akalarni qadri o'tyapti. Hali yana taksida ortga qaytishim kerak. Taksi kerakmi, brot? Tilingga shakar, vatandosh. Siz ham shu yerdami? Ha nima? Taksistlar o'lar joydami? Biz ham bir dunyoni ko'rgani keluvdik. Qishda 80 benzini deb dodvoyizni ko'ruvdik. Qaydan quyosh chiqdi, chet elga kelibsiz. Biz bargida akam, siz shoxida yuribsiz. Qalovini topsang, qor ham yonadi. Ishlagani kelgan. Bu o'rtahol qatlam o'lganda dam oladi. O shaharchaga taylang. Qancha bo'ladi? Jon deb borardim. Hozir ishdamasman. Sayohat, dam olish, tabiatdan mastman. Chetga sizga o'xshab dam olgani keldik biz ham endi. Mana bu matoqizni nega oldingiz unda? Ish pish chiqib qolsa, bosib yuraveraman degdim-da. Bu dunyoda odam bir marta yashaydi. Mashinani sotib kelganga o'xshaydi. Ko'nglingizga olmang-ku, pulni qaydan topdingiz? Yaxshi niyat qilsang, ushaladi shaksiz. Kirakash o'zbekni chet elga kelishi, bu xuddi odamni koinotga chiqishi. Boyvuchcha. O'zini kim deb o'ylayapti bu kishi? Odamday yashasa bo'ladi, xalq pulini yemasdan ham. Qanaqasiga? Shunga hayronman, manam. Tushuntirib beray, xarsanga o'tir. Qirrasdan ehtiyot bo'l, inim. Sen ham ko'rpachanga o'tir, bovurim. O'zbek umri o'tyapti, pulni sovurib. Kalla bo'lmasa ham o'qishga kiradi pul. Yiqqan terganiga to'y qiladi pul. Qimmat mashin, restoran, artistga sochalla. Dabdaba ertasi dabdala bo'ladi pul. Xuddiki mozorga poyga o'ynaydilar. To'yni ertasidan yeb to'ymaganday ketma-ket maraka bazmlar qiladi pul. Terlab topib, havoga sochib yashar umr bo'yi. Keyin janoza azasi bor, bu-ku hali to'yi. Marhum yeganmi yo'q, umrida osh to'yib, restoranda yana elga osh beradi pul. Chet elda ishlab kelib, buzib yana baland qilib uy quradi pul. Tug'ruqxona, bola tug'iladi pul. Yana mashin, tomosha, dabdaba avjiga oladi pul. Bechora o'zbegim pulni sovurib dunyoni ko'ra olmay oxiri go'rga kiradi pul. Go'ram pul. Har qadaming pul. Pul topib sovurib yashayapmiz nuqul. O'zimga go'r qazgan, urfimdan o'rgildim. Endi o'zim uchun yashashni o'rgandim. Baxil bo'lib deng, bu so'zni kerak sal tuzatish. Bu baxillik emas, ko'rpaga qarab oyoqni uzatish. Ko'z bo'yamachilik, isrofdan qochish bu. To'g'ri dunyo qarash va qalb ko'zini ochish bu. Sizlarga bo'laveradi. Boylarda pul ko'p. To'yanalar zam valyutada keladi, top. Sal kamtarlik qilib, elga namuna bo'linglar endi. Xo'p. Yashasak ko'ramiz. Vaqt eng oliy hakam. Ketdik. Chamadonni ko'taring akam. Dengizni ham ko'rdim. Endi armonim yo'q. Bir vaqtlar vatanda o'zimda bor edi. Endi orolim yo'q. Orolim dengizim.
isrofgar xalqimga o'xshaydi uning qovjirashi. Orol dengizimiz isrofgarchilik u beg'amlikning oliy fojiasi. Shuning o'zi saboq aslida bir umrlik. Ya, ketdikmi vatanga? Chet elni ham ko'rdik. Menimcha ikkimiz ham vatan sog'inchini tuydik. Men 3-4 kundan keyin qaytaman. Men ketdim. Borsam Prestige Travelga rahmat aytaman. Kichik odam bo'lsa ham aqli katta ekan. Xayr. Yaxshi odam ekansiz akam. O'zbekimizda tomirlarda bitta qonda. Xayr vatandosh. Ko'rishguncha ona vatanda. Yaxshi yetib oling O'zbekistonga. Puldan kamkost yo'qmi? Valyutadan ozmoz bormi ham yonda? Chipdan bor. Pul tayyorragohgacha yetadi har holda. Yaxshi suhbat vatandoshlik uchun 100 yevro atayman. Rahmat. Shart emas u. Yo'q ham demayman. Ya. Qo'ysangizchi. Nima qilganingiz bu? Tavba. Shapkani ham oling. Bolalarga sovg'a. Odamning kimligini safarda bilar ekansiz. Himmatingiz chakkimas. Boqsa odam bo'lar ekansiz. Shu yerda ham bu bir hiyla qilib ketdi. 100 ni atadim deb 50 tiqib ketdi. Shapka 50 yevro. Bu shapkani biri. Ikkalasi 100 va ikkalamiz R. 50 ga o'tkazdi 15lik shapkani. Ha, o'zimni o'zbegim. O'z qonimda mana. Ketdim. Kutib ol endi. Onajonim vatan. Odam sog'inib ketdi o'zimiznikilarni. Bizning mijozlar ham ko'chada qolib ketgandir. Sayohat zo'r o'tdi. Bir qaytaylik qani.